Assalomu alaykum aziz O'zbekiston vatandoshlar, qarindoshlar, hammaga salom. Bugun video tayyorlamoqchi bo'ldim. Sababi bu o'zbek ismlari bo'yicha kimdadir sporniy vaziyatlar bo'layotgan bo'lsa, har xil tushunmovchilik bo'layotgan bo'lsa, o'zbek ismlarining xususiyati kelib chiqishi, shu haqida ma'lumotlar bilan, o'zim bilgan ma'lumotlar bilan bo'lishmoqchiman. Sababi alhamdulillah biz musulmonmiz. Islomda birinchi ota-onaning vazifasi farzandiga ta'lim-tarbiya berish emas, birinchi o'rinda chiroyli ism qo'yish. Kelajakda uyaltirish kerak emas. Zamonasiga mos ism, chiroyli ism, qiyomatga ham mos keladigan, jannatda ham chiroyli ismda bo'ladigan ism qo'yish kerak. Endi bu yerda hamma ismlarning hamma narsaning tarixi bo'lgandek, o'zbek ismlarini kelib chiqish tarixi, shakllanish tarixi bor. Sababi hamma narsaning tarixi bo'lgandek, o'zbek ismlarini ham kelib chiqishi tarixi bor. O'zbek ismlarida o'zim taxminan aytaman, bir 40-50% bu arabcha ismlar, bir 20-25% bu forscha ismlar, qolgan qismi turkiy tildagi ismlar. Ba'zi bir manbalarda yahudiycha ismlar ham bor, bular o'zbekchalashib ketgan, keyin grekcha, yunoncha ismlar ham bor. Bu o'zbek ismlarining tarixga borib taqaladi hammasi. Sababi o'zbek ismlarining rang-barangligi sabab bizning hudud Buyuk Ipak yo'lida o'tgani uchun, juda katta urushlarda ishtirok etgani uchun bizning yurtimizda ota-bobolarimiz o'shalardan qolib, o'shalar bilan asosi shakllangan. Bizning hududda Aleksandr Makedonskiy ham, arablar ham, mo'g'ullar ham, ruslar ham, forslar ham bu yerda ma'lum bir vaqtga tarixda mustamlaka qilgani uchun ana o'sha ismlardan, o'shalar asosida shakllangan. Lekin o'zbek ismlarining shakllanishida eng katta o'rinni baribir islom madaniyati turadi. Arablar bosib olgandan keyin 8-9 asrdan keyin bizda katta o'zgarish bo'lgan ismlar bo'yicha. Endi arabcha ismlarga uchramaymiz. Keyingi agar qiziq bo'lsa, keyingi videoroliklarimizda batafsil to'xtab o'tishga harakat qilamiz. O'zbek ismlarida hozirgi kunda bo'layotgan, kelib chiqayotgan dolzarb ismlar ko'p. Kimlardir o'zgartiringlar deydi, kimlardir o'zgartirmanglar deydi. Lekin men o'zim o'qishim bo'yicha hech qayerda faqat arabcha ism qo'yinglar deyilgan joyi yo'q. Hamma millat, hamma o'zi sharoitdan kelib chiqib, o'zini ismini qo'yishga haqqi bor. Lekin arab tili go'zal til bo'lgani uchun arabcha qo'ygan yaxshi. Lekin misol uchun toza turkiycha, toza o'zbekcha qo'yish ismni qo'ymanglar degan joyi yo'q. Misol uchun Oybek, Ulug'bek, Nurbek bular toza o'zbekcha, turkiycha ismlar. Endi boshqa ismlar ham bor, bir xil hozir unaqa ismlar qo'yilmayapti deyarli. Lekin baribir bor bunaqa ismlar. Hozir familiyalar, qiziq familiyalar bor. Endi bu yerda bizning ota-bobolarimiz islomdan oldin Zardushtiylik, shamanizm, boshqa dinlarga, buddizmlarga sig'ingani uchun o'shalar ta'siri ostida baribir ismlar hozirgi kungacha ta'siri bor. Shuning uchun shunaqa shakllangan. Bundan xafa bo'lish kerak emas. To'g'ri qabul qilish kerak buni. Endi bu yerda men o'zim ismlarni yozib qo'yganman. Qiziq xarakter, o'zi xarakter xususiyatini ismlar bor. Agar qiziq bo'lsa, keyin kommentga yozasizlar, ismlarni tavsiflar bo'lsa, tahlil qilamiz. Lekin aytib qo'ying, men ismlar bo'yicha mutaxassis emasman, filolog emasman, yo adabiyot bo'yicha mutaxassis emasman, tarixman, prosta oddiy odamman. Bu yerda o'zi turkiycha ismda qo'yilish, o'zining xususiyati, urf-odati bilan qo'yilgan ismlar ko'p. Juda ham ko'p. Endi men bir 20 tasini yozib oldim, o'shalarni aytaman sizlarga.
Birinchisi mana O'lmas, Tursunoy, Sotboldi, Xoldor, Xolmat, O'rinboy, Gadoyboy. Bu Gadoyboy hozir qo'yilmayapti, lekin oldin bo'lgan. Kimsanboy, qiz bolaga Kimsanoy qo'yiladi. O'rolbek, Maftuna. Maftuna endi bu arabcha ism, lekin intizoran menimcha arabcha ism bo'lsa kerak. Bular endi o'zining xususiyati bilan o'zbeklar boshqa ma'noda qo'yadi. Behruz.